Meni to'liq ismim Zaynidinov Salohiddin. Men 8,5 ni qo'lga kiritganman va oson bo'lmagan to'g'risi. Listening 8,5 chiqqan, reading 9, writing 7,5, keyin speaking 8 chiqqan. Writing 7,5 juda ham zo'r bal. Writing ko'pchilik uchun qiyin. Siz uchun ham qiyinmi writing? Nimalar qildingiz? Qanaqa qilib 7,5 ga erishdingiz? Yozish yoqmasdi, umuman yoqmasdi to'g'ri. Ideyalarim yoqmasdi, qaytib yozishni bilmasdim, vaqt yetmay qolasdi. O'zi kuniga necha soat dars qilardingiz? Faqat writing uchun emas, общий olganda. Ingliz tili, IELTS uchun. O'sha paytlari juda qiyin bo'lgan to'g'risi. Uyqimiz kelgan, kech ketganmiz, erta kelganmiz, reading qilayotganida emotional yo'qolib qolish kerak emas. Har doim men eng zo'r ballni olaman deb o'ylash kerak. 1 ta savolni topa olmasangiz, 10 ta savolni topa olmasangiz, bo'ldi, tugadi deb yopib yuborish kerak emas. Har doim oxirigacha borish kerak. O'zingiz IELTS journeyingiz emas, 8,5 gacha bo'lgan journey bitta so'z bilan tasvirlaganingizda nima degan bo'lardingiz? Azob. Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, Student Success rubrikamizning navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Demak, bizda bugun yangi o'quvchimiz borlar. Xo'p, Salohiddin. Assalomu alaykum Salohiddin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni qisqacha tanishtira olasizmi? Meni to'liq ismim Zaynidinov Salohiddin va men 8,5 ni qo'lga kiritganman va oson bo'lmagan to'g'risi. Necha yoshingiz oldi 8,5? 16 yoshda men kiritganman. 15 yoshda endi olganimda, 15-dekabrda 15 yoshga to'lganimda 2 haftadan keyin IELTS topshirib olganman 16 yoshda. Deyarli o'sha 16 ga to'lishingiz bilan olgansiz shunda, to'g'rimi? Bu birinchi urinishingiz bo'lganmi? Birinchi first try bo'lgan. Okay, zo'r. Xo'p, Salohiddin, demak unda boshlasak bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda bu balli kutganmidingiz? Exam experience qanaqa bo'lgan? Qanaqa qiyinchilik bo'lgan? Shu haqida qisqacha aytsangiz. To'g'risi 8,5 kutmagandim. Planlar bor edi. Kuchli 8 olib chiqaman deb yuruvdim yoki omad kulsa 8,5 chiqib qolishi deb o'ylab yurdim. Lekin examdan chiqishimdan keyin 8,5 dan to'g'risi umid qolmagandi. Chunki speaking ancha o'zimga qiyin tuyuldi. Writing ham sal vaqt yetmay qoldi deb o'ylab yuruvdim. Lekin speaking yaxshi ball chiqdi, 8 chiqdi. Hayron qoldim, juda xursand bo'ldim lekin 8,5 olganimdan keyin. Zo'r. Sectionlarni bitta aytib ketadigan bo'lsa, necha chiqqan? Listening 8,5 chiqqan, reading 9, writing 7,5, keyin speaking 8 chiqqan. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, 8,5 kutmagan edim deysiz, ya'ni 8 chiqib qolsa kerak deb o'yladim dedingiz. Aynan qaysi sectionda pastroq kutgan edingiz? Eng pasti to'g'risi examdan keyin speaking deb tuyuldi, chunki speakingda questionlari sal qiyinroq bo'ldi, savollarni uncha tushunmay qoldim. Lekin exam rezultati chiqqandan keyin hayron qoldim 8 olganimni. To'g'risi examdan keyin o'zi esimdan yo'qdim speaking qanday chiqqanini. Keyin examdan oldin listeningdan sal qo'rqasdim. 8 chiqib qolasdi bir menda. Rostdan ham 8,5 9 chiqdi, 8,5 chiqdi listening. Lekin speaking tortdi. Shunda 8,5 qo'lga kiritdim. Zo'r. Bundan oldin mocklar topshirganmidingiz? Taxminan qanaqa chiqib qoldi mocklar? Mocklarim 8 chiqayotgandi, 7,5. Birinchi mockim esimda 6,5 chiquvdi, hayron qoldim o'zim ham. Chunki u paytlari ham 7 deb o'ylavdim, lekin 6,5 chiqqandi. To'g'risi menga sal g'alati bo'lib qoldi, to'g'ri. Shuncha ishlab endi o'shandan keyin ancha ko'proq ishlashni boshladim. Zo'r. Xo'p, demak unda sekin journeyga o'tsak bo'ladi. Ya'ni menimcha ko'pchilik uchun qiziq bo'lsa kerak, siz qanaqa journey bosib o'tgansiz? Necha yoshingiz o'zi boshlagansiz ingliz tilini? Mana shu qisqacha ingliz tilini qachon boshladingiz? Nima sabab bo'ldi? Qanaqa bo'ldi shu jarayon? Ingliz tilini men anchadan beri o'rganaman. Bir 3 yil, balkim 3,5 yil ham bo'lib qolgandir. Birinchi sababi ingliz tilini boshlashim, bitta maktabga kirmoqchi edim, ingliz tilida o'rgatayotgan, lekin kirolmadim. Lekin ingliz tili shu bilan qolib ketdi. Shu bilan ingliz tilini davom ettirdim. Maktabda o'qidim o'zimning ustozim bilan General English'da. O'sha payti men o'ylayman, katta menga boost bo'ldi. Ustozim meni juda ancha yordam berdi meni journeyimni eng boshlashini. Birinchi qadamlar o'sha ustozim bilan qildim. Keyin opam bilan ishladim ancha. Opam ham IELTS zonda o'qigan, 8 olgan. O'shalar bilan reading listeningni ishlaganmiz. Keyin lekin barbekar opam ham ustoz emas, shuning uchun sentrlarga borib ko'rdim. Keyin oxiri IELTS zonga keldim. Keyin Mr. Aliboyev bilan ko'rishdim.
o'sha standart gruppada keyin ko'rdimki, ustoz ancha qattiqqo'l. Lekin o'shayam juda odamlarga juda yordam beradi. Chunki qattiqqo'llik bo'lsa, har doim uyga vazifani qilib kelasan, shunaqa narsalar bo'ladi. Shu qattiqqo'llik bo'lsayam, lekin orqasidan yordam ham bo'lgan. Chunki har doim ustoz support qilgan, bironta joy tushmay qolsang yordam bergan. Har doim o'zing biror narsani ko'rsatsa, ustoz yordam beradi. Qattiqqo'lligi ham uni oshib ketgani yo'q. Kerakli paytida qattiqqo'llik qiladi bir paytlar, lekin har doim yordam bergan bizlarga. O'sha standartdan keyin tugatganman, mock topshirib chiqqanman, 7 chiqqan. Lekin 7 olishga planlarim yo'q edi to'g'risi. Kamida 7,5 olaman deb yuruvdim. Keyin ustozimiz ekspert gruppa ochiluvdi. Ekspert gruppaga bordim. Ustoz bilan keyin o'sha payti katta boost bo'ldi to'g'risi. Reading, listeningni 9 ga chiqarishga harakat qildim. Writing, speakingni astoydil ishladik hamma gruppadoshlarimiz bilan. Keyin ustozimizda teacher assistenti bor edi, Mr. Asliddin. O'shalar juda yordam berdi to'g'risi menga. O'zim har doim 7,5-8 ga aimim bor edi. Lekin o'sha ustoz assistant teacher Mr. Asliddin sen 8,5 olasan deb aytganiga o'zimda umid paydo bo'ldi va ko'proq ishlashni boshladim. O'sha ko'proq ishlashni boshlaganimdan keyin 8,5 olaman deb kunlar bilan ishlab yuruvdim. O'sha teacher assistant teacher Mr. Asliddin juda menga yordam berdi to'g'risi. Zo'r. Xo'p, o'zi IELTS Zone'da qancha vaqt o'qidingiz? IELTS Zone'da xo'p 6 oymi, 5 oymi o'qidim. To'liq bo'lsa, bitta standart, bitta ekspert tugatdim. Birinchi standartda 2 oy adashmasam, to'g'rimi? Yo'q, standart 3 oy, keyin ekspert 2,5 oymi, 3 oymi chiqsa. Shunda jami 5-6 oy bo'libdi. Boshida kelganingizda darajasi qanaqa edi? To'g'risi, o'zim to'g'ri ayta olmayman. Chunki o'zim lekin o'ylashimcha bir 6,5 chiqsa kerak. Agar o'sha payt IELTS examiga kirganimda. Chunki hali speaking, writingni umuman bilmasdim to'g'risi. Ustoz bittalab o'rgatdi. Reading, listening bor edi, lekin baribir bir 7,5 olasdim. Bundan ko'p chiqmasdi. Keyin standart yordam berdi ancha. Zo'r. Demak shu 6,5 dan 6 oyda уже 8,5 ga chiqqansiz. Bu menimcha oson bo'lmagan. Undan oldin keling, ozgina o'sha General English paytiga to'xtalib ketamiz. O'sha ustozingiz bilan, keyin opingiz bilan shug'ullanayotganda, ko'proq nimalar qilgansiz, nimalar yordam bergan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan u paytda? Generalda o'qiganimda ko'p Diana Zamirovna bilan o'qiganman. O'zimni maktabdagi ustozim. O'sha paytlari bizlar tekstlar bo'lasdi. Har xil grammar book bilan ishlasdik. Sync book, Sync va shunaqa Murphy bilan ham ishlasdik. O'shana kichkina tekstlari bo'lasdi. Har bitta so'zini ko'rib chiqarsak, to'g'risi umuman yoqmasdi menga, lekin baribir bittalab tarjimasini ko'rdik, ma'nosini ko'rib chiqdim. Har doim uyga vazifa shu bo'lasdi. O'sha paytlaridan reading men uchun ancha kuchli taraf bo'lib qolgan. Shu paytdan beri reading oson tuyulgan menga, hattoki IELTS boshlaganimda. Diana Zamirovna bilan general tugatganimda opam bilan ishlaganman. Opam ham IELTS Zone'da ko'p o'qigan. IELTS Zone'ni standartini bitta ekspertini ham tugatganlar. O'sha paytlari reading, listening nimaligini ko'rsatganlar. Practice testlar qilib qo'yganmiz opam bilan birga. Rezultatlarim juda zo'r chiqmagan-u, lekin baribir o'sha paytlari IELTS nimaligini ko'rsatib bergan ustoz opam. Tushundim. General English asosan qanaqa muammolar bo'lgan sizda? Ya'ni shu IELTS Zone'ga kelguningizgacha bo'lgan paytda. Generalda ko'p muammo bo'lgan, to'g'risi. Har bitta testlarni yodlab chiqish azob bo'lgan. 36 tami deyapti, bir xillar 18 ta deydi. Hali beri bilmayman to'g'risi. Keyin ko'p modal verbs yodlash, shu grammatika ancha problema bo'lgan. Listening ham ancha problema bo'lgan. Ustozim podkastlar eshitdingizda o'sha paytda, general paytlari. Men eshitmaganman, lekin o'sha qolib ketgan. O'shandan beri listening men uchun qiyin bo'lib qolgan. Keyin IELTSda 2 barobar ishlashimga to'g'ri keldi to'g'risi. O'sha paytlari undan ko'ra podkast eshitganimda, native speakerlarni eshitganimda ancha osonroq bo'lasdi o'ylashimcha. Keyin General Englishda
ko'p grammar, bir 70% qilasdim to'g'risi. Qolganlari qiyin bo'lib qolasi. O'shayam IELTSga keyin ancha menga qiyin bo'lgan. Shuning uchun general o'ylashimcha katta menda, katta darajada IELTSda keyin yordam beradi. Qancha generalda yaxshi o'qisang, IELTS o'sha yordam beradi. O'zani aytishadi-yu, kuchli, qiyin davrlar kuchli insonlarni yetishtirib chiqaradi deydish. Sizni o'sha tarbiyalaganda IELTSga. IELTSdan osonroq bo'lgan katta ehtimol. Zo'r. Demak, uje hop, endi buyoq qismiga ozgina to'xtalib ketsak, IELTSga keldingiz, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Nimalaringizda yaxshilanishni sezdingiz o'zingiz? Mening o'ylashimcha shu IELTSdan kelganimdan beri ingliz tili darajam juda katta ko'tarildi. To'g'risi birdaniga ko'tarilmadi, lekin bittalab hamma sectionlarni ko'rib chiqdik ustoz bilan. Birinchi reading ko'rib chiqdik, hamma turlarini, listening ko'rib chiqdik. O'sha paytlardan beri har bittasini reading listeningni tushunib oldik, chunki hamma IELTSga kirgan biladi. Reading bilan listening eng ko'p skor beradigan ko'plar uchun. Shuni ko'rib chiqdik. Keyin writing qaytib yozishni o'rgandik, speaking qaytib yozishni, gapirishni o'rgandik. Bittalab burga hammasini o'rganib chiqdik. IELTS nimaligini tushundik oxiri. O'sha paytdan IELTSon menga katta yordam berdi to'g'risi. Tushundim. Zo'r. Zo'r. Endi menimcha ko'pchilik IELTSga tayyorlanayotganligi aynan practical narsalar qiziqroq. Shuning uchun ham sekin uje sectionlarga kiramiz. Demak, listening bilan boshlaymiz. Sizda listening 8.5, to'g'rimi? Hop, listening 8.5 da ko'proq nimalar qildingiz va qaysi o'sha qilgan, misol har xil texnikalar bo'lishi mumkin, habitlar bo'lishi mumkin. Aynan nimalar sizga ko'proq yordam bergan? Listening birinchi boshlab BBC 6 Minute English eshitdim. Har kuni ular post qiladi, har haftami post qiladi. O'shalarda eshitib berasdim. Ular intermediate, upper intermediate'larga hamma levelga yordam beradi deb o'ylayman. Chunki ular faqat ingliz tili eshitish uchun emas, balki tushunish uchun juda oson. Temalari ko'pincha osonlarini beradi. Lekin bir xil temalarni eshitsa, hattoki writingga yordam beradigan temalari bor. Ularda ko'pincha native speakerlar gaplashadi. Lekin bir xil odamlar aksentlari ham bo'ladi. O'sha yordam beradi. Ko'pincha shu British accent tushunish uchun ko'plarga shu British accent qiynaydi. Meni ham qiynaydi to'g'risi. Bir xil so'zlarni o'shandan BBC 6 Minute Englishdan yordam berdi ancha. Keyin ikkinchi advice'im bo'lasdi, hamma type'larni ko'rib chiqish, listeningda, matching, heading hammasini ko'rib chiqishga advice berasdim. Zo'r, zo'r. Yana boshqa narsalar ham bormi o'zingiz qilgan? Men listeningda har bitta testni qilib chiqqandan keyin analyze qilib chiqasdim. Transkripti bor, listeningni ishlashga harakat qilasdim, chunki transkriptsiz tushunish qiyin hali ham. Yoki ko'proq debatlarda ishlasdim YouTube'da. Ikkita odam qiyin so'zlarni ishlatib gaplashadi. Uni so'zini translate qilish uchun emas, ularning nima gapirayotganini tushunish uchun harakat qilganman. To'g'risi hali beri tushunmayman, lekin baribir o'sha paytlari bir ikkita ideyalarni tushunish uchun o'sha menga yordam bergan deb o'ylayman. Zo'r, zo'r. Hozir ko'rib turganlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Nimalar ko'proq qilishsin listening uchun? Listening uchun birinchi bor test qilib olgandan keyin analyze qilib chiqish kerak. Test qilib olgandan keyin tashlab ketmaslik kerak. U haqiqiy ish testdan keyin boshlanadi, practicedan keyin boshlanadi. U nimaga men qildim, mistake men nimaga qildim? Yana qilamanmi? Qaytib buni qaytarish mumkin. Uni qilmaslik, keyingi safar qaytib uni avoid qilsa bo'ladi deb qarash kerak. Ikkinchi advice'im bo'lasdiki, listening uchun full har doim qilish kerak emas. Birinchi endi listeningni boshlayotganingizda part 1 qilish kerak, part 2 qilish uchun kerak. Qaysi biri eng qiyinroq sizga tuyulsa, o'shani ko'proq qilish kerak. Men uchun bir paytlari part 3 eng qiyin bo'lgan, keyin part 3 faqat qilganman. Bir paytlari part 1, part 4 qiyin bo'lib qolganida o'shalarni ko'p qilganman. Har doim full qilaverish kerak emas deb o'ylayman. Zo'r. Demak, qisqa summary qiladigan bo'lsak, birinchisida hop, asosiy narsa o'sha xatolarni analiz qilish. Practice qilgandan keyin uni analiz qilish, xatolarni va to'g'ri javoblarni nima uchun to'g'ri, nima uchun xato bo'ldi va ikkinchisi to'liq practice qilmasdan ora-orada
o'sha aynan qiynaladigan partini o'zini ko'proq ishlash shunday, to'g'rimi? Zo'r. Hop, endi readingga o'tadigan bo'lsak, readingda 9, judayam zo'r ball, maksimal ball. Readingda qanaqa bo'lgan? Nimalar qilgansiz? Nima ko'proq yordam bergan? Readingni eng ko'pi men avvaldan o'qib yurardim ko'pincha. Shuning uchun ancha osonroq menga reading bo'lgan. Mhm. Generaldayam ko'p hamma so'zlarda, oson so'zlarda translation must have bo'lgan men uchun. Har bittasini ma'nosini tushunib olish yoki birinchi translationga birdaniga o'tmaslik, tarjima qilishdan oldin birdaniga oldin birinchi o'zim topishga harakat qilganman. Bu so'z ma'nosi nima bo'lishi mumkin deb o'ylaganman. Chunki har doim readingga kirganingizda 100% so'zlarni tushunmaysiz. Mhm. Shuning uchun bir paytlari ma'nosini topishga harakat qilish kerak. O'sha menga ancha yordam bergan. Keyin artikellar o'qish. Qiyin artikellarni o'qish, reading IELTS readingdan qiyinroq reading artikellarni 1-2 marta o'qish kerak. Har bitta so'zni translation qilishga men advice bermayman-u, lekin shuni ma'nosini tushunishga harakat qilish kerak. Hamma so'zlarni tushunmasdan ham. Tushundim. Zo'r. Xo'p. Endi boshqalarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqa texnika qo'llaysiz? Birinchi readingni boshlash uchun yana bir marta practice qilgandan keyin analyze must have bo'lishi kerak. Listeningda mayli, eshitmay qoldingiz, shunday so'zni o'tkazib yubordingiz, o'sha analyze. Lekin readingni har bitta so'zini nimaga tushunmadim, nima qilish kerak. Yana bir marta bu xato menda bo'lmasligini garantiya qilgandan keyin o'tib ketsa bo'ladi. U любой levelda yordam beradi. O'sha analyze 6 da bo'lsangiz ham, 8 da bo'lsangiz ham o'sha analyze har doim yordam beradi. Chunki u analyze qilish hamma uchun individual yordam beradi. Ikkinchi general advice bo'lsa, men again 100% 1 soatlik practice qiyin. Shuning uchun bir payt agar vaqtingiz yetmay qolsa, har doim 1 soat odam topa olmaydi. Shuning uchun partlab qilsa bo'ladi. Passage 1 yoki passage 2 o'shanga qarab qilish kerak. Lekin full qilib turish ham to'g'ri kerak, qilish kerak. Chunki konsentratsiya yo'qolib qoladi. 1 soat o'qib o'tirish qiyin. O'sha konsentratsiya menda ham ko'p yo'qoladi. Shuning uchun konsentratsiyaga ham ancha ishlash kerak. Chunki keyin reading qilayotganida emotional yo'qolib qolish kerak emas. Har doim men eng zo'r ballni olaman deb o'ylash kerak. Chunki agar o'sha paytda bitta savolni topa olmasangiz, 10 ta savolni topa olmasangiz, bo'ldi, tugadi deb yopib yuborish kerak emas. Har doim oxirigacha borish kerak. Zo'r. Xo'p, reading comprehension ko'pchilikda muammo bo'ladi. Bu time managementga o'zidan uzrlanib ketadi. Ya'ni yaxshi tushunmagandan keyin ko'p vaqt ketadi. Mana shu ikkita narsa uchun siz nimalar qilgansiz? Reading comprehension va time management ulgurish uchun. Comprehension bo'yicha men birinchi so'zlar yodlaganman. Essential words degan book bor. O'shalarda ko'p partlarni yodlab chiqqanman. Chunki agar barbekar basic oddiy so'zlarni bilmasangiz, reading yecholmaysiz. To'g'ri, har doim bilmagan so'zlaringiz bo'ladi. Lekin barbekar intermediate level so'zlarni yodlab olish kerak. Comprehension o'sha boost qiladi. Keyin ikkinchi boost qilish har doim ham siz javobni tekstni o'zingizda to'g'ri kelmaydi. To'ppa-to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bir ikki safar o'zingiz o'ylab, kim bu tekst bilan avtor nima bizlarga aytmoqchi deb o'ylash kerak. Chunki birinchi safar bu faqat test uchun emas, undan oldin bironta odam shuni yozgan. Nimaga uchun yozgan? Shu joyini nima uchun yozgan deb o'ylasa, ko'p joylarni yechib ketsa bo'ladi shu yerda. True false'larni, heading'larni shetib o'ylash kerak. Chunki literaturaga adabiy tilga juda bog'liq. Shu comprehension, time management bo'lsa, to'g'risi menda time management har doim har xil bo'lgan. Bir xil odamlar o'ziga limit qo'yadi. Passage 1 ga 10 minut, passage 2 ga 20 minut. Men ko'proq o'zimga limit qo'yishga harakat qilmayman. Ko'proq situatsiyaga qarayman. Lekin har doim oxirida 5 minut qoldirishga harakat qilaman kamida. 5 minut qoldirsa oxiriga qiyin savollarga yana qaytib kelishga vaqt bo'ladi. Chunki bir xil savollar juda ko'p vaqt oladi.
lekin ular qiyin savollarni yechaman deb, yengil savollar umuman javobsiz qolib ketmasligi kerak. Birinchi yengil savollarni qilib oling, keyin bittalab qiyinlarni ko'rib chiqish kerak. Men har doim shuning uchun qilaman time managementni. Chunki bir ikkita qiyini bir ikkita bo'ladi, osoni ancha ko'proq bo'ladi. O'sha bitta qiyin savol yechishga ketgan vaqtida bir 5-6 ta savol yechib qo'yishi mumkin-da bu yoqda, to'g'rimi? Shunaqa Lekin bo'ladi. ikkaloviga ham bir xil balo oladi. Ko'proq balo beradi yengilrog'iga. Ha, misol uchun bu yoqda bitta topsa bu yoqda bitta bo'ladi, bu yoqda yengil savollar o'sha 6 ta i bir xil vaqt. Men ham shuni o'ylayman. Zo'r, judayam zo'r. Xo'p, endi writing o'tadigan bo'lsak, writing 7,5 judayam zo'r ball. Writing ko'pchilik uchun qiyin. Siz uchun ham qiyinmidi writing? Nimalar qildingiz? Qanaqa qilib 7,5 ga erishdingiz? Writing hozir ham men uchun qiyin to'g'risi. Chunki ko'pincha ular faqat ingliz tilini o'zi kerak emas. Ular uchun ko'proq ideya kerak. Sizda o'zingizda мнение kerak. To'g'risi ko'p bir xil savollar bor. Men o'zim ham biror narsa aytolmayman. Ingliz tilida emas, o'zbek tilida ham o'zim bironta ideya normalniy topishim qiyin. Shuning uchun birinchi payt men o'ylaymanki, artikl o'qish kerak. O'sha hozir dunyoda nima bo'ladigan bir ikkita yangiliklar o'qib turish kerak. Yoki scientist yozganlar biror narsa artikllarda o'qish kerak. O'shalar ancha yordam beradi deb o'ylayman, ideya topish uchun. Ikkinchi, keyin grammatikani ko'p yaxshilab olish kerak. Grammatikani qiyinligini emas, birinchi tozaligini topish kerak. Toza qilish kerak. O'zingizda muammolarni yo'qotish kerak. Men ko'pincha buning uchun hattoki ustoz bilan emas, GPT bilan ko'proq ishlaganman. Chunki hatto GPT grammar mistakesni juda ko'p topadi. Ekzaminlardan topolmaydigan mistaklarni topib beradi, keyin bittalab tushuntirib beradi. O'sha birinchi grammatikani qiyinlashtirib tashlashdan o'rniga o'shani toza qilsa, o'sha ancha ko'proq yordam beradi deb o'ylayman. GPT tog'a har doim yordam keladi. GPT har doim tog'a yordam beradi. Xo'p, zo'r Salohda. Endi writing practice haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, ya'ni practice muhim. Siz qanaqa practice qilardingiz? Qanchada bir yozardingiz? Writing ko'pincha men IELTS topshirishimdan oldin 1,5 oy boshlaganman yozishni. To'g'risi, chunki yozishdan har doim qo'rqasdim, lekin chunki har doim yozganimda yomon o'zimga juda yoqmasdi. Qachon yozsam o'zim ideyalarim yoqmasdi, qaytib yozishni bilmasdim, vaqt yetmay qolasdi. Lekin praktissesiz u qiyin juda. Chunki ekzaminni kirganingizda g'alati bo'lib qoladi, juda qiyin bo'lib qoladi. Keyin writing bo'yicha praktissdan men paperdan CDga o'tishga keldi. Shu avval paperga topshiraman deb beruvdim, lekin CDga o'zgardi. Keyin CDga o'rganishni boshladik, klaviaturaga. Shu klaviaturani birinchi o'rgandim, bittalab saytlarga kirib, keyin writing practice'ni boshladim. Writing practice'da uncha ko'p yozmasdim to'g'risi, birinchi. Keyin ekzaminga qancha kam va vaqt ko'prasa ko'proq yozasdim. Chunki tez yozishligimni harakat qildim, ko'paytirishga qiyin bo'ldi to'g'risi. Essaylar yozish yoqmasdi, umuman yoqmasdi to'g'ri. Haftada bir marta yozasdim ko'pincha yoki umuman yozmasdim. Lekin bir oy qolgandanmi ekzaminimda ko'p yozasdim, bir 3 tami yozasdim. O'zim yozmasdim to'g'risi. Ko'pincha gruppadoshlar bilan birga yig'ilib, hammamiz o'zimiznikini yozib, bir-birimiznikini o'qib, o'shanday qilasdik. Zo'r. Xo'p, demak, kamroq yozgan bo'lsangiz, o'zi odatda sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Kamroq yozadigan yo o'zingizdan aytasiz yoqmasdi deb turib. Nimalar yordam bergan unda 7,5 olish? Chunki 7,5 kichkina balo emas. Yoqmasdi, lekin birinchi ustozimiz bizlarga yordam berdi. Bilaman, writing yozishga hech kim yoqmaydi degan, lekin bizlarga uyga vazifaga berib yuborgan. Keyin uni bir o'zimiz yozmaganmiz. IELTS'ga gruppadoshlarimiz birga kelib, birga yozganmiz. Bitta savol topganmiz, keyin o'shanga uchalamiz, to'rtalamiz birga yozganmiz. Bir-birimiznikini o'qisa, bir-birimiz bilan raqobatdosh bo'lsak, shunaqa kimga GPT ko'proq ball beradi deb, shu deb o'yinlar o'ynasdik to'g'risi. O'shanaqa game qilib, o'yinlar qilib yozasdik. Chunki uyda yozish juda qiyin to'g'risi. Uyda o'tirib kimdir chaqirib qoladi yoki biror narsa bo'ladi. Shuning uchun
do'stingiz bilan birga yozsangiz bo'ladi. Shunaqa deb o'ylayman. Ha. Bu yig'ilish bir haftada bir marta yig'ilarmidi? Necha kun yig'ilardi endi birga yozishga? Ehm, egzaminimiz egzaminim qancha yaqinroq bo'lsa, shuncha ko'p yig'ilasizda. Ha. Avval haftada bir marta yig'ilasizda, keyin bizon ikkinchi uyimiz bo'lib qoldi. Soat 9:00larda yozasizda, keyin 5:00larga borib yozasizda. Task 1, task 2. Kim qanaqadir qiziqroq topsa, o'shanga qiziqib, endi qiyinroq savol topib, o'shanga yozishga harakat qilasizda. Keyin yozib bo'lganimizdan keyin, bir-birimiznikini o'qiymiz. Chunki faqat, yozish kerak emas, birovnikini o'qisangiz ancha yordam beradi. Kimdir sizdan experienced bo'lsa, kimnidir writingga kattaroq ball bo'lsa, o'shanikini ko'p o'qiyasizda. Ustoznikini har bitta essayini analiz qilib chiqasizda. Chunki o'qish ham ancha yordam beradi. O'qimasdan odam o'zidan yozolmaydi to'g'risi. Shuning uchun o'qiymiz bir-birimizdikini, keyin o'zimiznikini yana yaxshilatamiz, shunaqa qilasizda. Demak, o'sha ko'proq o'qib, ulardan o'rganib, ko'proq yozish. Zo'r. Hozir aytdingiz, o'zi IELTS'dan ikkinchi uyimiz bo'lib qolgan deb turib, o'zi kuniga necha soat dars qilardingiz? Faqat writing uchun emas, общий olganda. Ingliz tili, IELTS uchun. Общий olganda avval bir 4 soatmi, eng ko'pida 4 soat qilasizdim. Lekin ekzamindan 2 oy qolgandami, juda ko'p o'qiysizda. Har doim har xilda, lekin barbekor 5 soatdan ko'p edi. 5 soat, 6 soatlab o'qiysizda, zonga kelasizda. Yarim oy qolgandami, juda astoydil o'qiysizda. Ertalabdan kelib olib, maktabdan ertaroq ketib, shu yerda o'tirasizda, yozishib, gaplashib, speaking qilasizda, writing gruppadoshlar bilan birga. O'sha paytlari juda qiyin bo'lgan to'g'risi. Uyqimiz kelgan, kech ketganmiz, erta kelganmiz, ishday bo'lib qolgan to'g'risi IELTS. Lekin barbekor bizlar harakat qilib juda ko'p o'qiganmiz deb o'ylayman. Zo'r, judayam zo'r. Endi speaking o'tsak bo'ladi. Speaking 8, judayam zo'r ball. Ko'pchilik uchun qiyin ham o'zi speaking va o'sha sal oldinroq gaplashganimiz ham edi. Ya'ni speakingda o'zi gruppaviy ham tanlanganmiz, gruppa bilan tanlanganmiz. Aynan shu speaking haqida birinchi o'zingiz qilgan, nimalar qildingiz, nimalar ko'proq yordam berdi va keyin guruh bilan qanaqa ishladingiz? Birinchi menga kelganimda speaking juda past bo'lgan, 6 bo'lganmi, shunaqa deb o'ylayman. O'sha paytlari keyin ustoz bizlarga ancha yordam bergan. Menda eng katta muammo bu aksent bo'lgan. Meni birinchi tilim rus tili bo'lgan, shuning uchun ruscha aksent menda bo'lgan. Juda qo'pol gaplashganman ingliz tilida. Keyin ustoz shadowing qilib aytganlar. Native speakerlarda orqasidan qaytarib shadowing qilganman. O'sha paytlari menga yoqmasdi to'g'risi, lekin o'sha paytlari ancha yordam bergan. O'sha paytdan beri keyin aksentim ancha inglizchaga o'zgargan. Avval keyin ustoz menga bir aytasdi, seni speakingdan rus tilini xira keladi deb. O'sha paytlardan beri o'zgartirishga harakat qilganman. O'sha shadowing menga pronunciation uchun juda yordam bergan. Keyin speakingda menga yordam bergan ko'p topiklarga tayyorlanasizdan. Speaking app degan ilova bor, hamma biladi deb o'ylayman. O'shandan har xil savollarni izlab, qiyinroq savollarda men qaytib javob berasizdan deb o'ylasizdan. O'sha payti IELTS formatiga tushganman o'shani yordami bilan. Keyin keyin bora sari ko'proq speakingimiz ancha ko'tarilgandan keyin gruppavoy ishlaganmiz speakingga. O'sha paytlari gapirgim kelmasdi to'g'risi. Qiynalib gapirasizdim, to'xtab qolasizdim. Keyin o'sha o'ylasdim, qaytib gapirsam ekan deb qo'rqasdim o'zim, lekin ustoz yana aytdi, gruppavoy ishlasanglar ancha oson bo'ladi. Bilaman, bir xillardagi speaking yaxshiroq, bir xillardagi yomonroq. Keyin o'sha paytdan beri bizlar bir-birimizga yordam berganmiz, bir-birimizga advice'lar ko'p berganmiz. Bir-birlarimizni so'zlarini topganmiz bir-birimizda. Shu yerda ko'p narsani o'rganganmiz bir-birimizdan. O'sha gruppavoy deb o'ylayman, juda yordam bergan menga. Buni tartibi qanaqa bo'lgan? Misol uchun, bitta keldinglar, bitta topik olib, shu bo'yicha discussion bo'lgan, qanaqa tartibda ishlagansizlar guruh bilan? Speakingda bizlar discussion deb qilmaganmiz. Speakingda birinchi part bir ko'rib chiqqanmiz. Hamma o'z javobini bergan.
Keyin Ha. kimdir javob xatolari bo'lsa, o'shani ko'rsatganmiz. Yoki kimdir yaxshiroq aytsa, mana men ham shunday aytsam bo'larkan. Kimdirga yoqsa, o'sha gapini o'ziga olvolasizda. O'zi ham shunaqa gapirishdi. Stillarda ko'p stil bilan ko'p ishlatganmiz. Men Parvinani yoki Timur gruppadoshlar stillarini ko'p o'shani influensing katta bo'lgan. Shuning uchun meni Parvinani, Timurni va boshqalarni spikingi biz bir-birimizga o'xshash, to'g'ri? Hammamiz ustoz bilan shuncha katta cho'qqilarga chiqqanmiz. Ha, o'zi muhit judayam muhim o'zi. Men o'ylayman, mana siz bilan Parvina bitta guruhdasizlar. Parvina bilan oldingi videoda ham biz intervyu qilgan edik. Menimcha bir-biringlarga juda katta push bergan bo'lsa kerak bu narsa. Ya'ni boshqalar yaxshi ketyapti, davay men ham birga anaqa qilishimiz kerak, birga o'sishimiz kerak. Speakingda menda Parvina katta push qilgan, to'g'risi. Men har doim o'sha Parvinaga o'xshatib speaking qilmoqchi bo'lganman. Ko'p shuning uchun ko'p taraflarini o'xshab ketadi. Writingda men Timur bilan ancha ishlaganman, to'g'risi. Asliddin bilan ishlagan writing bo'yicha. Keyin speaking bo'yicha ancha ustozimning assistant teacheri bilan Asliddin bilan juda ko'p ishlaganmiz, to'g'risi. Soatlab gapirganmiz bir-birimizga, bir-birimiz bilan mock qilganmiz. O'sha writing, speaking, o'sha muhit menga 8.5 ga push qilgan, menga o'sha yordam bergan deb o'ylayman. Tushundim. Zo'r. Judayam zo'r. Xo'p, qanaqa daily habitlaringiz bor edi o'zingizda? Ya'ni o'sha har kuni iloji boricha qilishga harakat qilgan yoki o'sha sizga yordam berib turgan? Birinchi habitim o'sha biror narsa qilsam ingliz tiliga bog'lashga harakat qilganman. Kitob o'qisam inglizcha kitob o'qishga harakat qilaman. Yoki biror narsa eshitsam, hattoki qo'shiqlarni ham inglizcha eshitishga harakat qilganman. Consistent habitga kelsak, men har doim o'sha 6 minut BBC Englishda eshitishga harakat qilganman. O'shalarning orqasidan qaytarishga harakat qilganman. Keyin ko'p inglizcha native speakerlarni shadowing qilishga harakat qilaman, orqasidan qaytarib. Eng yaxshi ko'rgan speakerim bu Obama bo'lsa kerak. O'sha Obamani orqasidan qaytarib ko'p speaking neydi, qaytib gapirishdi, pronunciation o'shandan o'rganganman. Yana daily habitlarimdan bo'lsa, men ko'p narsani ingliz tiliga bog'lash uchun hattoki YouTube'da biror narsa ko'rsam, inglizcha ko'rishga harakat qilaman. Yoqmaydi, to'g'ri, tushunaman. Tanish tilda gapirsa osonroq bo'ladi, lekin barbekar qancha ko'proq ko'rsangiz o'rganib ketasiz oxiri. Keyin o'sha juda yordam beradi. English environment bo'lsa, English shunaqa hamma narsani ulasangiz, English ikkinchi bo'lib qoladi. Chunki hamma biladi, bironta muhit juda muhim. Boshqa davlatga borsangiz juda tez yodlab olasiz. Boshqa o'sha tilni majburiy yodlab olasiz. O'shanaqa majbur bo'lsangiz, o'shanda tezroq hatlaysiz deb o'ylayman. Zo'r. Xo'p, intervyuimiz deyarli oxirrog'iga kelib qoldik. Oxirida o'sha o'zingiz aytmoqchi bo'lgan qanaqadir maslahatlar bo'ladi-yu, masalan, top 3 ta yoki top 5 ta. Mana shu narsalar qilishsa, menga yordam bergan, ularga ham katta ehtimol yordam beradi. Qanaqa maslahatlar bergan bo'larsiz? Bu umumiy endi. Har bitta section uchun emas, umumiy olganda. Umumiy aytsam, men birinchi aytamanki, kimdir birinchi IELTS o'qiyotganingizda o'zingiz uchun do'st topishingiz kerak, do'stlar topishingiz kerak. O'sha do'stlar bilan qanaqadir rezultatlarga erishishga harakat qilish kerak. Chunki bir o'zingiz bo'lsa, to'g'ri qiyin. Hech kim support qilmasa, keyin o'sha paytlari har doim muhitga qarash kerak. Do'stlar topish kerak, ustozlar bilan gaplashish kerak, supportlar bilan ishlash kerak. Hamma men o'ylashimcha Alzonda bor, supportlar bilan ko'proq ishlasa bo'ladi. Yoki gruppadoshlar ham hammasi 7 olaman, 7.5 olaman deganlar ko'p. O'shalar bilan ko'proq ishlash kerak. Uyda ham muhit qilish kerak, to'g'risi. Tushuntirish kerak, men IELTS o'qiyapman. Men uchun meni oilam juda katta yordam berdi. Bir oy qolganida ko'p ishlar berishmagan, ko'proq IELTS'ingni o'qi deb, bor IELTS'ingni o'qi deb aytishardi. O'sha juda katta yordam bergan. Shuning uchun shunaqa muhit o'zingizga qilsangiz, o'sha katta yordam beradi. Zo'r. Endi qisqa blitz savollarimiz bor. Blitzga o'tamiz. Bu yerda o'sha unaqa qiyin bo'lmagan savol va sizdan qisqa javob. Okay? Xo'p, tayyormisiz? Tayyor. Xo'p, siz uchun eng qiyin section. Writing. Writing. Eng yoqadigan section.
Reading. Reading. Zo'r. Hop, ustozingizni qaysi odatlari yoki xislatlari eng ko'p yoqardi sizga? Qattiqqo'llik va mehribonlik. Ikkalovi birda. Birda. Ikkisi birda. Zo'r. Hop, o'zingizni IELTS journeyingizmi 8,5 gacha bo'lgan journey bitta so'z bilan tasvirlaganingizda nima degan bo'lardingiz? Azob. Azob. Zo'r. Hop, IELTS zone'ni nimasi eng ko'p yoqqan sizga? Muhit, odamlari. Push qiladigan odamlar. Zo'r. Hop, sizga eng ko'p yordam bergan habit? Habit, TikTok'ni o'chirib qo'yish. TikTok o'zi bizda ban qilingani. Siz ishlatamiz TikTok. Va Instagram hammasini delete qilib tashlash o'sha eng qiyin bo'lgan menga step. Social mediani. Social mediani stepni ban qilish qiyin. Zo'r. Hop, nima hislatsiz IELTSdan yuqori ball olib bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Ya'ni bitta narsa bor, mana shu narsani qilmagan odam IELTSdan katta ball ola olmaydi. Qanaqa bir odatmi yoki nimadir narsami? Consistency deyman. Har kuni qiladigan, har kuni odam qilish kerak narsalar bor. Har kuni qilish kerak o'shalarni. Demak, consistent bo'lish kerak. Consistent bo'lish kerak. Zo'r. Hop, IELTSdan 8,5 olishingiz, IELTSdan yoki ingliz tilidan tashqari nimaga ko'p yordam beryapti sizga hayotingiz umumiy? Nimani o'zgarishga olib keldi? Men o'ylashimcha critical thinking. Ko'pincha temalarda biror narsa ko'rsam yoki biror narsa o'qisam, o'sha paytlari tez tushunib olaman. Nimaligini tushunib olish oson bo'lib qolgan. Zo'r. Asosiy savollarim shular edi. Hop, endi oxirgi qismida o'sha o'zingizga yaqinlaringizga, misol uchun ba'zi bu yerda o'zingizdan tashqari ustozingiz, ota-onangiz, yaqinlaringizni o'rni ham bor katta ehtimol. Ularga oxirgi so'zlaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Birinchi men oilamni aytmoqchiman. Oilam menga juda yordam berdi. Oyam, dadam, opam katta menga boost bo'ldi. Hattoki singlim ham yordam berdi deb o'ylayman. O'sha paytlari menga shuncha yordam berganlari va o'sha paytlari men uchun sen olasan o'sha balda deb yordam berganlari uchun, shuncha muhit qilib berganlari uchun, shuning uchun juda kattakon rahmat. O'sha menga eng katta faktorlardan bo'lgan. Keyin men ustozlarimni aytmoqchi edim. Meni ustozlarim Diana Zamirovna General English'im, yana bitta ustozim Kenja Amanjon, keyin Mr. Amanjon, keyin ustozimni assistant teacher'i Mr. Asliddin juda katta menga yordam berdi. O'shalarga ham rahmat kattakon. O'sha journey 8,5 erish uchun katta yordam bo'lgan. Va albatta meni ustozim Mr. Aliboyev speaking, reading hamma sectionlarda o'rgatganlari uchun rahmat. Eng katta ustozim o'shalardan eng katta ustozlarimdan biri Mr. Aliboyev bo'ldi. Shuncha men erishganim uchun o'sha odamlar uchun rahmat deb o'ylayman. Sizga ham kattakon rahmat. Shunchalik yo'q demasdan kelganingiz uchun sizga IELTS zone nomidan esdalik uchun arzimagan sovg'amiz bor edi. Shuni olsangiz. Rahmat. Hop, yana bir marta tabriklaymiz 8,5 olganingiz bilan. Endi oxirida o'sha buyog'iga qanaqa planlaringiz bor, maqsadlaringiz bor, shu bo'yicha qisqacha aytsangiz, buyog'iga nima qilmoqchisiz endi? Meni keyingi planlarim SAT ekzaminida katta ball olish. Hozir 4 ta odam 1600 olgan va men 5-odam bo'lmoqchiman. To'g'risi qiyin, readinglari qiyin SAT'ni va barbekar menda o'ylayman, meni consistency'm ancha yordam beradi SAT'da ham. Chunki IELTS ekzamenga qaytib tayyorlanish uchun yaxshilab meni o'rgatdi. Zo'r. Unda omad tilaymiz. Keyingi bundan ham katta muvaffaqiyatlarga erishish nasib etsa, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizga.